Xamiridan sirigacha, nonidan tortib sochni kotletigacha o'zimiz tayyorlaymiz. Restoran ochgudek bo'lsam keseli, big burgerdan yemasdan ketish yo'q. Issiq sut, shakar, droji, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtiramiz. Turon oliy navli unini elakdan o'tkazib solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirni issiqroq joyda yarim soat oshiramiz. Ko'rsatilgandek qilib qo'limiz yordamida bosib, ustiga tuxum sarig'i va kunjutni sepib pishirib olamiz. Sochni kotlet uchun yopgan nonni sutda bo'ktirib olamiz. Mol go'shti, piyoz va sutga bo'ktirilgan non hamda chesnokni мясорубкаdan o'tkazib olamiz. Ustidan tabga ko'ra tuz hamda murchni solib, bitta tuxumni chaqib yaxshilab aralashtiramiz. Kotlet tez pishishi uchun yana bir marotaba go'sht maydalagichdan o'tkazamiz. Big kotlet shaklini beramiz. Tovaga yog' solib biroz qizigach, big nonimizni o'rtasidan kesib, ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. Navbat kotletga. Kotletni ham ustini yopib, ikkala tarafini pishirib olamiz. Kotletni aylantirayotganda sinib ketmasligi uchun tarelkadan foydalandim. Kotlet pishgach, ustiga burger sirlarini qo'yib eritib olamiz. Nonni pastki qismiga sousdan surtamiz. To'liq retseptni videotekida yozib qoldiraman. Salat bargi hamda pomidorni joylaymiz. Ustidan sochni kotletni joylab olamiz. Kotlet pishgan tovada ozroq piyozni tuz sepib yumshatib olamiz va ustidan joylaymiz. Nonni ikkinchi bo'lagiga ham sousni surtib, ustini yopamiz. Ta'mi bomba. Retsept tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.